Yasagan ustalarning haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Haqiqiy ishini professionallar. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar. Yana o'sha trendda bo'lib turgan, hozirgi kunda shedevr bo'lgan darvozamiz. Bu safargi ustanovkamiz Surxondaryo Sho'rchiga bo'lmoqda. Chiroyli qilmas zborkamizni millimetrgacha ideal holatda yig'ib oldik. Hozir mana shu joyga o'rnatib egalariga topshiramiz. Bittagina darvozamiz qoladi, Tojikistonga o'tib ketamiz xudo xolisa. Ukalardan xudo rozi bo'lsin, mana yordam qilishdi. Chiroylab zborkasini qilib oldik. Voqaga ta'sirotlar qanaqa? Yaxshimi kayfiyatlar? Ustamiz ham cho'tki qilmani yig'ib qo'ydilar. Har bitta joyda metkalarimizga chiroyli qilib joylashtirilgan. Hozir bu qismini shunday qotirib tashlasak bo'ldi. Bu fasonni 2023-yilda Desartovka tomonidan avtorskiy chiqarilgan, lekin buni trendga chiqazib yubordik. Rostdan ham hozirgi kunda bizning qo'limizda rosa bu darvozaga zakazlar ko'p. Haligacha bu trenddan tushmasa kerak. Hammaga birday yoqayotgan, любой uy dizayniga, любой odamning ko'yniga, diliga o'tiradigan fason bo'lgan. Aloqaga chiqasizlar, respublika bo'ylab любой turdagi darvozani ideal qilib bitirib, olib borib o'rnatib beramiz. Sizlarga yoqsa keyin pul olamiz. Mahallaning oqibati bir-biriga hamjihatligi biz kelganimizda yuk ko'targanimizda bildiradi. Ko'p joyda qaranglar, yordamchilarning ko'pligini, bir-birlariga juda ham oqibatlari kuchli ekan. Bu uy egalari akamiz bizni Koreyadan turib kuzatar ekanlar. Koreyadan turib bizga zakaz qilganlar. Hozir Hoji bobo otalari kutib olishdi. Polностью hamma darvoza haqida informatsiya kerak bo'lsa, profilimizga kirib ko'rsanglar, hammasini ideal holatda tushuntirib berganman. Hammasini biz o'zimiz yasaymiz, ishxonada komandamiz bilan o'zimiz mana mashinalar dostavka qilib olib kelamiz, o'zimiz o'rnatib topshiramiz. Imkon qadar xalqimiz duosini olib, rozi qilib kelmoqdamiz. Xudo xolasa kuzatib turganlardan Xudo rozi bo'lsin. E'tibor uchun rahmat. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar, telefonlarimiz o'chmaydi. Profilimizda ko'rib biz ishlarimizga qiziqish bildirsanglar, bemalol aloqaga chiqasizlar. O'zbekistonning любой точкасida biz qo'ygan ishlarimiz bor. Borib ko'rsanglar, sizlarga yoqsa bemalol ishimizni живой holatda ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Bu holatdagi darvoza Toshkent shahrida juda qimmat narxda qilinadi. Biz buni arzonlashtirib, xalqimizga malol kelmaydigan, hammaga narx to'g'ri keladigan qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa qilayotgan ishlarimiz ko'pchilikka yoqayapti. Har bitta ishimizni mayda detallarigacha ahamiyat bermoqdamiz. Ko'pchilik bilan bismillah deb darvozamizni mana ko'taryapmiz. Bu tomonga aylanamiz. Ikkinchi tomonni olib boramiz. Bu tomonni yana suramiz orqaga. Ko'pchilik bilan akalarning yordamlari bilan Xudo xolasa haliga shikast yetkazmasdan akkuratli holatda darvozamizni joyiga tiklab oldik. Ikki tomonni ligirovkasini qilamiz, qanot qismlarini ilib, chiroyli sozlab tashlaymiz. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman, Umidjonning Captiva'siga darvozani yuklab tushirish osonligi, tasroqligiga, tortib tushirishga juda ham qulay bo'ladi. O'zimizga o'xshagan darvozachi ustalarga tavsiyam, shunaqa mashinalarga ortsanglar, qiynalmaysizlar og'ir darvozalarda. Surxondaryo Sho'rchida Dinamarka fasonidagi shedevr darvozamiz birinchi marta yopiladi. Bitta ko'ringlar. Bismillah deb yopamiz. Egalariga uzoq yillar xizmat qilsa, yaxshilikka xizmat qilsin. Darvozamiz ochilib yopilishi ideal bo'ldi. Ochilishi juda ham yumshoq. Gap bo'lishi mumkin emas. Buyursa egalariga juda ham xursandman, chiroyli o'rnaganida. Sharnilar orasi moylangan, yumshoq bo'ladi, ochilib yopilib ketmaydi. Hozir biz hali to'liq ustanovkani tugatmadik, ligirovkalarni qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Yasagan ustalardan Xudo rozi bo'lsin. Topgan pullari halol, mehnat qilishgan haqqilariga duo qilib qo'yinglar. Darvozachi bilan ishinglar shunaqa idealni bitadi. Eng asosiysi vaqtida aytilgan narsa bilan bitadi. Bitta baho berasizlar ishimizga. Kirib chiqishga o'ng tomonga xod qo'yganmiz. Zamoklarni ustanovka qilamiz. Pastki qismlarini qotirib tashlaymiz. Yo'llarni ham hali ishlatmaganmiz, faqat 4 ta shitr bilan yuqoriga qotirib olganmiz. Darvozamiz orqasi cho'ktirilgan variant. Unaqaliga tekis holatda qilmaganmiz, orqasini cho'ktirib, bir qavatli bilan tejab berganmiz. Lekin polностью profillari 2 stena plus bo'lgan. O'rta mana sentr zavum pavoklari ham ishlashi juda ham yumshoq. Ligirovka qilinmagan bo'lsa ham, yuqorilari ham bir xilda yopilyapti, bir xilda ochilyapti. Imkon qadar darvozaning umri uzayishi uchun, egalariga yaxshi xizmat qilish uchun nima xizmat bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha qilayotganmiz. Podpishka qilib qo'llab turinglar, podpiska bosib qo'ysanglar, qachondir bizning xizmatlarimizga kerak bo'lib qolsa aloqaga chiqaverasizlar.
chiroyli ishlarni bitirib beramiz. İşimiz yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar, e'tiborchi. Rahmat.